Shu uchastkamiz 6 sotiq, zaxvati 7 sotiq. Yunusobod tumanidan narxiga arziydigan kattagina uchastkani ko'rsataman. Umumiy binoyimiz 600 kvadrat metr. 3 qavat, birinchi qavat, ikkinchi qavat, podval, 10 ta xona, 4 ta sanuzul, 2 ta oshxona. Uyimizda tayyor kirib yashaydigan, hech qanaqa kelib remont qilish shart emas. Yo'l 101 liniyada joylashgan. Mana shu oldi zaxvatini trotuardan hisoblasak ham umumiy 7 sotiqcha chiqar ekan. Yaxshi tarafi mana oldi tomonda suv ham oqib o'tgan. Yozda tapchalarni qo'yib qo'yib, bedanlarni osib qo'yib, oyoqni uzatib o'tiradigan joy ekan. Narxiga keladigan bo'lsa, 540 ming egalari so'rashyapti. Yana sunnatiga kelishtirib beraman dedilar. Egalarning raqamini videoni ostiga yozib qo'yganmiz. O'zingiz aloqaga chiqib, shu uchastkamizni baraka qilsanglar bo'ladi. Oka, uchastkamizni ko'rdingiz, xonalari bilan tanishtirdim. Nima deysiz, narxiga arziydimi? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Ma'lumotli yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Yaxshi mahallalardan hashamatli uy-joylarni egalarining raqami bilan o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.